Incomprende. Unconscious. Assalomu alaykum. Bugun ingliz tilida odamlarni talaffuzini tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Ingliz tilida talaffuzni tekshirib ko'ramiz, maylimi? Mayli. Sizmi? Abdurahmon. Abdurahmon. Shu so'zlarni to'g'ri o'qiy olasizmi? Qani ko'rsating. Yo'q. Ekerskiyas. Hozir 3 ta so'z ko'rsatamiz, shuni to'g'ri pronounce qilib berishingiz kerak. Ko'rsating. Cycling. Cycling to'g'ri. Knife. Knife to'g'ri. Nima chemistry? Chemistry. Chemistry. Strawberry. Fascination. Fascination bo'larmidi? Yo'q. Bunisini xato o'qidingiz. Fascinating. Ingliz tillarni sinab ko'ramiz. Inglizcha so'z ko'rsatamiz, shuni to'g'ri talaffuz qilib berishingiz kerak. Doima. Nima deyapsiz buni? Nima To'g'ri talaffuz qilib deyapsiz? berishingiz kerak. Chemistry deb berishim kerak. Keyingisi. Strawberry deyapti, qulpina deyaptimi? O, tarjimasini ham bilar ekan. Keyingisi. Incomprende. Unconscious. Keyingisi. Kinvoz deyapti. Nima u? Knowledge. Bo'ladimi? 3 ta so'z ko'rsatamiz hozir. Xo'p. Birinchisi. Line. Keyingisi. Exercise. Yurishga kirgan odam qanday buni o'rganaman, jiyanim? Biz Usmonov akademiyada ingliz tili kurslarimiz mavjud. Xohlagan payt borib, nevaralaringizni, farzandlaringizni borib bemalol o'rgansa bo'ladi. Yaxshi endi. Nevaralar endi o'rganishyapti, lekin. Exercise to'g'ri. Uchinchisi. Faiz. Bilmam. Psychology edi.